Assalomu alaykum avtomobil ishqibozlari. Sizlarga zo'r yangilik. Xudo xolasa ikkita jentara topib qo'ydik. Ma'qul kelgan bo'lsa bitta telefon qilinglar, olib ketinglar akalar. Puli arzonroq variantlardan boshqa kayfiyatlaringiz zo'r bo'lishi uchun 2014-yil ishlab chiqarilgan yurgan probegi 231 ming yurgan mashina, kraskasi toza, lekin petnochi bor. Ikkita munchacha deydi akalar, petnochasi bor ona. To'rtta yumshoq bo'lona, holatlari yaxshi turibdi mana. Ikkinchi paysa bilasizlar, ikkinchi paysada rullar kirib chiqadi, mexanika, ikkinchi paysa ABS konditsionerlari bor, polik chig'ullari bo'lgan. Oxirgi realniy narx akalar bozorda nimada 7300 qilishyapti, 7500 dollar bo'lsa olib ketinglar. 1 dollar ham tushib berilmay ekan. Endi ma'qul kelganlarga-da bu mashinamizning narxi, buni ham aytamiz, 2019-yil ishlab chiqarilgan, yurgan probegi 197 ming, birinchi paysada 3 diskasi qo'yilgan, 4 ta yumshoq baloni bor. Unda ABS yo'g'i. ABS konditsioner ham bor. Ya bo'ldi, ishonma. ABS konditsionerlarim bor. Kimga ma'qul kelsa, oxirgi narxi qancha? To'xtashi. Instagramga 9500 dollardan o'tib beriladi akalar. Kraska toza. Petno rektovka ham yo'q. Gap yo'q akalar. Gazini bosinglar. Ma'qul kelganlar bitta aloqaga chiqib qo'yinglar.